Nega Koreya maktab tushliklari butun dunyoni hayratga solyapti? Masalan, Pusan shahridagi o'quvchilarni olaylik. Birinchi taomi pishloq bilan tayyorlangan omar. Uni tozalashdi. Ustidan sovus, pishloq va yashil piyoz quyishdi. Duxovkaga jo'natishdi. 30 daqiqa o'tib, qimmat restoranlaridek hid keladi. Keyin esa qovurilgan tovuq kalbasasi va saflanib tayyorlangan yopishqoq Koreya guruchi. U 1 soat qaynaydi. Navbatda lapshasi sabzavotlar qizdirilgan olovda qovuriladi, sous bilan aralashtiriladi va harorat qat'iy nazorat qilinadi. Har kuni yangi salat, ichimlik esa immunitet uchun qizil jenshin va eng qizig'i bularning hammasi bepul. Eng asosiysi menyu har kuni almashadi, hech qachon takrorlanmaydi. Bu oddiy ovqat emas, kelajak avlodni salomatligini o'ylash. Endi savol, siz nima deb o'ylaysiz? Bizning maktablarda ham shunday tushliklar bo'lsa, farzandlarimizning salomatligi qanday o'zgargan bo'lardi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.